2019-yilda ishlab chiqarilgan Havo A6 38 ming AQSh dollarga variantga sotiladi. Ya'ni 20 mingdan 25 minggacha puli bor odam pulni beradi, qolganini yangi yilgacha berishga. Agar naqd pul sanab olaman deydiganlar bo'lsa, egalar o'zlari bilan kelishilgan holatda yaxshi narxga olsa bo'ladi. Tegachi hech qanday kamchiliklar yo'q deb aytayaptilar egalari. Rossiya Xitoyga qatnab turgan mashina ekan. 430 talik yangi Vichay motor o'rnatilgan, korobka 12 talik FAV. Jami 18 ta 100 litrlik gaz ballon bilan jihozlangan 640 kuba gaz olar ekan. Shu gaz bilan 1500 km masofani bosib o'tar ekan. Padushka qilingan, hamma zapchastlari dafki, orqa lentaki, sedlo ham dafki qo'yilgan. Salonni ichi daf sidena qo'yilgan, avtonomga, konditsioner, hamma narsalari 100% ishlardi. Salonni ichi zo'r holatda turibdi. Tegachga qiziqqanlar egalar o'zlariga telefon qilib, yana boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Xorazm viloyatida qo'yildi. Videoga like bosib, shunaqa yaxshi holatdagi gazli tegach qilib yurgan fura ishlanishligiga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin. Siz sababchi bo'lib shu tegachchi egasi bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.